Mana İsmail ani yuqoridan olib, mana mani jiyani Ruxsatxon sinimma qizi o'zing gapirib ber tarixini. Buni o'zi 4 ta bolasi bor. 4 ta farzandim bordi. Bultur 1 yil oldin biz xo'jayinim bilan farzand ko'rishni niyat qildik. Eko orqali, lekin doktorga borganimda menga aytishdiki 1% bor, yo'q. Потому что qarish protsenti уже boshlanib bo'lgan. Menopauza bo'lish boshlanib bo'lgan deydi. Keyin men bu yerda doktordan o'tdim, menga dorilarni yozib berishdi kanoda. 2 oy ichdim. 2 oy ichgandan keyin yana doktorga bordim Turkiyada. Turkiyada menga aytishdiki, у тебя уже возможность 15%. Давай ko'ramiz deb aytishdi. Risk olasanmi dedim, men olaman dedim. Lekin men xo'jayinim ikkamiz baravar ichdik ganoni. Chunki ularga ham ichirishdi, men ham ichdim. Baravar ichsanglar natija yaxshiroq bo'ladi deydi. Lekin men уверена была, что у меня не получится. Но risk olishga qaror qildim. Shu avgust oyida 8-avgustda shu 10 ta anaqadan yumurta o'sha tuxumdondan 10 ta tuxumdan chiqdi. Undan 5 tasi 5 kunda rivojlandi. 100%. Keyin ikkitasini xolodilnikka qo'yib qo'ydik. Keyin bittasi rivojlanmay qoldi, ikkitasini mana bularni eng katta Allohning qudrati bilan eng katta men до конца oxirigacha ishonmayotgandim. Bo'lmasa kerak, tushib qolsa kerak. Lekin shu ganoni ichganimga endometriyo ham chizgilari ham to'ppa-to'g'ri chiroyli bo'lib, chunki u juda ham vajin narsa ekan. O'sha endometriyo chiziqlari 3 ta bo'lgandagina bola ushalar ekan. U bola usha bo'lmasa ushalmasa natija bo'lmas ekan. Keyin 12 haftagacha baribir men ichib yurdim ganoni. 12 haftadan keyin shu %100 ushalgandan keyin men ichishga qaror qildim hammaga. Shu farzandlarni 37 haftalik tug'dim. Juda ham yengil yurdim. Lishniy vес qo'shmadim, sahrli diabet bo'lmadim. Haqiqatda ko'pincha bo'ladi sahrli diabet. Yosh katta bo'lgan. Meniki juda ham yoshim katta bo'lganiga Amerikada tug'dim bolalarni. Yoshim katta bo'lganiga sen riskованный, 4 ta doktor ko'rish kerak, har 2 haftada kelishim kerak deydi. Lekin без никаких проблем вот я их родила. И они родились, qizim 2 kilo 500 tug'ildi, o'g'lim 2 kilo 200 tug'ildi. Bu ota onasini faxri bo'ladigan o'g'il qiz bo'lsin. Biza ham Gano baby deb biza ham faxrlanib yuraylik. O'ziga, oilasiga va o'sha yurtiga manfaatli insonlar bo'lsin. Demak, bu bolalarni bu dunyoda qiladigan vazifasini Alloh belgilab qo'ygan. Ganoni yana ham ilohiyligini isbotlash uchun mana ungacha bu nechmata 4 tami 5 tami eko? 3 ta qildi. 3 ta eko qilgan, tushib ketib qolgan. Ishlamagan. Chunki o'sha muhit tayyorlanmagan. Allohning mo'jizasi bilan shu mahsulotda organizmiga